Assalomu alaykum obunachilarimiz va obuna bo'lib bo'lmay tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, musofirdagi aka-ukalarimiz, hammalaringni ishlaringga omad, kunlaring xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 9-yanvar hafta kuni juma. O'zimni kichkinagina qo'y fermamdan, mini qo'y fermamdan qo'ylarimizni obzor qilib beryapmiz. Mana xudo xolasa bo'g'oz qo'ylarimiz kelgan. Ularda yosh oilaga tishlari 4 tish, 6 tish, bitta ikkita tishi ham bor. Bo'g'ozdagi hammasi bo'g'oz. Bo'ylari 80 plyusda 85 gacha bo'ylari. Hammasi optimga bir joyga 7 milliondan hop dastlabki xizmatlari bor. Umuman 12 viloyat, Andijon, Samarqand, qaysi tomonga bo'lsa O'zbekiston bo'ylab dastlabimiz bor. Xudo xolasa kimgadir qiziq bo'lsa telefon qilasiz, telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Men doim qo'ygan videolarimda endi boshladim. Xudo xolasa doim o'zimizning qo'ylarimizni, sotuvga chiqadigan qo'ylarimizni qo'yamiz. Bulardan tashqari yana bu yerda ichkarida yana qo'ylarimiz bor. 10 ta 11 ta ina bolalarimiz bor. Yana qo'ylarimiz bor bo'g'ozda. Qanday qo'y kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylarimizni yeb ichish sog'ligiga bir hafta garantiya beramiz. Xudo xolasa dastlabki xizmatlari bor. Sarig'idan deysizmi, kashtanidan, qorasidan, qaysidan desangiz bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa xizmatdamiz. 24/7 deymizmi? O'zbekchasiga hozir doim aloqadamiz.